Ilmiy asoslar va zamonaviy tadqiqotlar. So'nggi yillarda olimlar chesnokning ta'sir mexanizmlarini yanada chuqur o'rganishmoqda. Ayniqsa, alitin, ajoin, S-allil sistein kabi moddalar organizmda qanday ishlashini aniqlash orqali ularning haqiqiy foydasi isbotlanmoqda. Masalan, Amerika Milliy sog'liqni saqlash instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda muntazam chesnok iste'mol qilgan ishtirokchilarda yurak faoliyati ko'rsatkichlari yaxshilangani, xolesterin miqdori pasaygani kuzatilgan. Yana bir tadqiqot Yaponiya olimlari tomonidan o'tkazilgan, shuni ko'rsatdiki, chesnok iste'mol qilgan insonlarda insulin sezuvchanligi yaxshilangan. Ya'ni u qandli diabet xavfini kamaytirishga yordam beradi. Bu esa chesnokni nafaqat yurak, balki endokrin tizim uchun ham foydali mahsulot sifatida ko'rsatadi. Mikrobiota va ichak salomatligi. Chesnok ichak florasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning tabiiy prebiotik xususiyati tufayli foydali bakteriyalar, masalan, Lactobacillus va Bifidobacterium ko'payadi. Bu bakteriyalar hazmni yaxshilaydi, immunitetni mustahkamlaydi va kayfiyatni ham ijobiy boshqaradi. Aytishadi-ku, sog'lom ichak, sog'lom odam. Aynan shuning uchun chesnok hazm tizimining sodiq do'sti sifatida tanilgan. Agar siz tez-tez og'irlik, shishish yoki hazm sekinlashuvidan shikoyat qilsangiz, ozgina chesnok qo'shilgan ovqat bu muammolarga tabiiy yechim bo'lishi mumkin. Ayollar va erkaklar salomatligida. Ko'pchilik bilmaydi, ammo chesnok gormonal muvozanatni qo'llab-quvvatlashda ham muhim ahamiyatga ega. Ayollar uchun u PMS, ya'ni hayz oldi sindromi paytida bo'ladigan og'riq va holsizlikni yengillashtirishi mumkin. Buning sababi undagi yallig'lanishga qarshi komponentlar mushaklarning taranglibini kamaytiradi. Erkaklar uchun esa chesnok qon aylanishini yaxshilaydi. Bu tabiiy ravishda energiya va faollikni oshiradi. Ba'zi tadqiqotlarda u testosteron darajasini barqaror saqlashga ham yordam berishi aniqlangan. Tish va og'iz sog'lig'i. Garchi chesnokning hidi kuchli bo'lsa ham, u tish va milklar uchun foydali. U og'izda bakteriyalarni kamaytiradi. Bu esa karies va milklar yallig'lanishi, ya'ni gingivit xavfini pasaytiradi. Albatta, uni tish pastasi o'rnida ishlatish kerak emas, lekin ba'zida og'iz bo'shlig'ini tabiiy ravishda dezinfeksiya qiluvchi sifatida foyda beradi. Xalq orasida og'riqni yengillashtirish uchun tish yoniga chesnok bo'lagini qo'yish usuli ham shundan kelib chiqqan. Qon bosimi va stress bilan bog'liqlik. Zamonaviy hayotda stress va yuqori qon bosimi deyarli har bir insonda uchraydi. Chesnokdagi faol moddalar, ayniqsa ajoin, qon tomirlarini kengaytirib, yurak urishini tinchlantiradi. Bu tabiiy tarzda qon bosimini pasaytiradi va stressga nisbatan chidamlilikni oshiradi. Shuning uchun ham ertalab chesnok iste'mol qilgan odam ko'p hollarda kun davomida o'zini yengil, tinch va faol his qiladi. Teri va soch salomatligi. Chesnokdagi antioksidantlar terini yoshartiruvchi tabiiy vosita sifatida ishlaydi. U erkin radikallarni neytrallab, akne, ya'ni o'g'rik, quruqlik va terining sarg'ayishi kabi muammolarni kamaytiradi. Soch to'kilishidan aziyat chekayotganlar uchun ham chesnok foydali. U soch ildizlariga qon aylanishini kuchaytiradi, bu esa yangi soch o'sishini rag'batlantiradi. Biroq, chesnokni to'g'ridan-to'g'ri teriga surtish tavsiya etilmaydi. U achishi mumkin. Buning o'rniga tabiiy niqoblarga ozgina chesnok sharbatini qo'shish yetarli bo'ladi. Chesnokli ichimliklar. So'nggi yillarda chesnokli voda, chesnokli asal yoki chesnokli limon ichimligi kabi retseptlar mashhur bo'ldi. Masalan, limon, asal va chesnok aralashmasi organizmni tozalaydi, immunitetni mustahkamlaydi va yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Uni ertalab och qoringa bir choy qoshiqdan iste'mol qilish odati ko'plab foydalar beradi. Ammo bu har kim uchun mos emas. Agar sizda oshqozon muammosi yoki achishish bo'lsa, bu usuldan avval shifokor bilan maslahatlashish kerak. Xulosa: kichik, ammo qudratli sovg'a. Tabiat bizga eng foydali dori vositalarini bevosita o'simliklar ko'rinishida bergan. Chesnok shularning eng qadimiy va eng kuchlilaridan biri. U oddiy bo'lishiga qaramay, organizmda yuzlab jarayonlarni muvozanatga keltiradi. Qon aylanishi, immunitet, detoks,
asab tizimi, hattoki kayfiyat. Shuning uchun ham har kuni bir bo'lak chesnok yeyish bu dori ichish emas, balki o'zingizni sog'lom hayotga yaqinlashtirish demakdir. Unutmang, sog'lomlik bu odatdir va chesnok bu oddiy ammo kuchli odatning boshlanishi bo'lishi mumkin. Har kuni bitta bo'lak chesnok yesangiz, tanangizda nimalar bo'lishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Ehtimol bu kichkina oq pirozcha oddiy ko'ringandir, ammo u qadimdan shifobaxsh o'simlik sifatida e'tirof etilgan. Qadimgi Misrda piramidalarni qurgan ishchilarga kuch va himoya berishi uchun har kuni chesnok berilganini bilasizmi? Bugungi ilm esa bu an'anada haqiqat borligini isbotlamoqda. Chesnok tabiiy antibiotik, yallig'lanishga qarshi vosita va tanani tozalovchi modda manbai. Uning tarkibidagi alitsin moddasining nomini eslab qoling. Aynan shu modda chesnokning o'ziga xos hidini beradi va tanadagi zararli bakteriyalar, viruslar hamda parazitlarga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi. Endi bir daqiqa o'ylab ko'raylik. Nega shunchalik oddiy narsa bitta chesnok bo'lagi sog'lig'imizga shunchalik katta ta'sir ko'rsatadi? Javob oddiy. U butun organizm tizimlariga bir vaqtning o'zida foyda beradi. Keling, ularni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Miya va asab tizimi uchun foydasi. Chesnokdagi antioksidantlar miyadagi erkin radikallarni neytrallaydi, ya'ni hujayralarni qarish va shikastlanishdan himoya qiladi. Ayrim tadqiqotlar muntazam chesnok iste'moli Alsgeymer va demensiya kabi xotira kasalliklari xavfini kamaytirishini ko'rsatgan. Bundan tashqari chesnok qon aylanishini yaxshilaydi. Bu esa miyaga yetarli kislorod yetkazilishiga yordam beradi. Shunchaki nonushtadan keyin bitta kichik bo'lak chesnok iste'mol qilish bu miyangizni uyg'otishning tabiiy usulidir. Yurak va qon tomirlari uchun foydasi. Yurak kasalliklari bugun dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan muammolardan biri. Chesnok esa yurak uchun haqiqiy qo'riqchi. U xolesterin miqdorini pasaytirishga, qon bosimini normallashtirishga va qon tomirlar devorini mustahkamlashga yordam beradi. Buning sababi alitsindan tashqari chesnokda S-aliyid sistein va boshqa oltin yogurt birikmalari qon tomirlarini kengayishiga va elastikligini saqlashga yordam beradi. Yana bir qiziq jihat, chesnok qonni yupqalash xususiyatiga ega. Bu esa tromb hosil bo'lish xavfini kamaytiradi. Shu sababli u ayniqsa yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Immunitetni kuchaytiradi. Har kuni bitta bo'lak chesnok yeyishning eng mashhur sababi bu immunitetni mustahkamlash. Qishda sovuq urmaslik, gripp va shamollashdan himoyalanish uchun xalq orasida chesnok eng ishonchli dorivor mahsulot hisoblanadi. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, chesnokdagi bioaktiv moddalar oq qon hujayralarining faolligini oshiradi. Bu esa tananing virus va bakteriyalarga qarshi kurash qobiliyatini kuchaytiradi. Ayniqsa, yangi ezilgan holatda iste'mol qilinganda bu ta'sir kuchayadi. Tana tozaligi va detoks ta'siri. Chesnok tanani toksinlardan tozalovchi eng tabiiy vositalardan biri. U jigar faoliyatini rag'batlantiradi. Bu esa zaharli moddalar va chiqindilarning organizmdan tezroq chiqarilishiga yordam beradi. Ko'p hollarda odamlar charchoq, terining oqarishi yoki holsizlikdan shikoyat qilishadi. Ba'zan bunga sabab jigarning ortiqcha yuklanishi bo'ladi. Chesnok esa jigar fermentlarini faollashtirib, uni tozalash ishiga yordam beradi. Shu bois ba'zilar chesnokni issiq suv bilan aralashtirib ichishni odat qilgan. Bu jigarni yengillashtirishning tabiiy yo'li sifatida qaraladi. Bakteriya va viruslarga qarshi tabiiy himoya. Chesnok qadimdan tabiiy antibiotik sifatida tanilgan. U ko'plab zararli mikroorganizmlarni o'ldiradi yoki ularning ko'payishini to'xtatadi. Masalan, Staphylococcus aureus, E. coli va hatto ba'zi zamburug'larga qarshi samarali ekanligi laboratoriyada isbotlangan. Shuning uchun u yaralarni tozalashda, shamollashda paytida yoki tish og'rig'ida xalq tabobatida keng ishlatilgan. Ammo albatta bu davo emas, bu profilaktika va yordamchi vosita sifatida foydali. Qanday qilib to'g'ri iste'mol qilish kerak? Chesnokdan eng ko'p foyda olish uchun uni xom holda yoki yangi ezilgan shaklda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Chunki pishirish vaqtida alitsin parchalanadi. Ammo xom chesnok achchiq va og'irlik qilsa, uni asal bilan aralashtirib nonushtada kichik miqdorda yeyish mumkin.
Ba'zilar esa chesnokni issiq sut yoki limon suviga aralashtiradi. Bu ham foydali usullardan biri. Muhimi me'yorda. Har kuni 1-2 bo'lak yetarli. Juda ko'p iste'mol qilish oshqozon yoki ichakni bezovta qilishi mumkin. Chesnokning hidi haqida. Ha, bu eng ko'p muhokama qilinadigan jihat. Chesnok yegandan keyingi hid ko'pchilikka yoqmaydi. Lekin buni kamaytirish yo'llari bor. Masalan, chesnokdan so'ng sut ichish, yangi petrushka yoki limon bo'lagi chaynash hidni ancha yumshatadi. Bu tabiiy va oddiy yechim. Yana bir tavsiya. Chesnokni kechqurun uyda iste'mol qilsangiz, bu noqulaylik umuman bilinmaydi. Ortiqcha iste'molning ehtiyot choralari. Chesnok foydali bo'lsa-da, uni haddan ortiq iste'mol qilish to'g'ri emas. Oshqozon yarasi, gastrit yoki qon ivish muammosi bor insonlar avvalo shifokor bilan maslahatlashishlari kerak. Shuningdek, ba'zi dori vositalari bilan chesnok ta'siri bir-biriga zid bo'lishi mumkin. Shu sababli u dorivor qo'shimcha sifatida emas, balki ovqat tarkibida tabiiy foyda manbai sifatida qaralishi kerak. Qadimgi xalq tabobatidagi chesnok. Sharq tabobatida chesnok issiq tabiatli o'simlik deb qaralgan va sovuq xastaliklarga qarshi tavsiya etilgan. U nafaqat tanani mustahkamlash, balki ruhiy tetiklikni ham oshirish uchun ishlatilgan. Ayniqsa, qish oylarida sovuqdan himoya sifatida chesnokli sho'rbalar yoki damlamalar ichilgan. Qon tozalovchi va energiya beruvchi vosita. Chesnok qonni kislorod bilan to'yintiradi. Hujayralarning energiya ishlab chiqarish jarayonini faollashtiradi. Shu bois uni ba'zi sportchilar tabiiy energetik sifatida ishlatishadi. U tanani yengillashtiradi, charchoqni kamaytiradi va kayfiyatni yaxshilaydi. Buning sababi chesnokdagi oltin yugurt birikmalari tanada dopamin ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. Yakuniy so'z. Demak, har kuni bitta bo'lak chesnok bu oddiy odat, ammo uning foydasi butun organizmda yoyiladi. Yurak, miya, jigar, immunitet va hatto kayfiyatgacha. Shunday bo'lsa-da, chesnok mo'jiza emas, balki sog'lom turmush tarzining bir bo'lagi. Uni to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va yetarli uyqu bilan birga olib borish eng yaxshi natija beradi. Shaxsiy sog'lig'ingiz bilan bog'liq holatlar bo'lsa, har doim shifokor bilan maslahatlashish eng to'g'ri yo'ldir.